Xo'p, bugungi obzorimizda rekuperator. Rekuperatorimiz nomi Single Room brendiga tegishli. Rekuperatorimiz soatiga 60 kuba olib kiradi, 30 kvadratga yetadi. Rekuperator o'zi qanaqa ishlaydi? Buni 3 xil rejimi bor. Birinchi rejimi faqatgina olib kiradi, ikkinchi rejimi faqat olib chiqadi. Rekuperatorimizni 3-rejimi avtomatik ishlaydi. 70 sekund olib kiradi, 70 sekund olib chiqadi. Rekuperatorda bu yerda pechka bo'lmaydi, bu yerda tepli обменник bo'ladi. Keramik tosh bo'ladi. Keramik tosh mana shu o'rtada joylashgan bo'ladi. Keramik tosh qanaqa ishlaydi? 60% ga energiyani ushlab qoladi. Например, 70 sekund tashqariga chiqqan paytida mana shu 70 sekund birinchi ko'chaga haydaydi. Ko'chaga haydaganda uyimiz 20 gradus issiqlik bo'lsa, o'sha 12 gradus issiqlik bo'ladi. 70 sekund tashqaridan ichkariga olib kirayotgan paytida 12 gradus issiqlikda havomizga kiradi. Hop, rekuperatorimizni tushuntirsak, bu pultda ishlaydi va distansionniy Wi-Fi da ham ishlatsangiz bo'ladi. Programmasi bor. Hop, rekuperatorimizni ikkita filtri bor. Birinchi filtri orqada bo'ladi, грубый очистка filtri, ikkinchi filtri oldinda bo'ladi, HEPA bo'ladi. Hop, buni ochilishini ko'rsatsam hozir. Hop, mana bitta bo'ladi. Mana bu HEPA filtri. Buni o'sha oldinda uстановка qilingandan keyin almashtirsa bo'ladi. Mana shu HEPA filtri har 6 oyda almashadi. Hop, ichidagi keramik toshi mana bu bo'ladi. Hop, bu ham yechiladi mana. Bu keramik toshi.